Belarus Respublikasining Minsk shahrida Yoqubov ko'chasi bor. Ko'cha nomi asli andijonlik hamyurtimiz Ikkinchi jahon urushi qahramoniga atab qo'yilgan. 2022-yili esa aynan shu manzilda joylashgan 36-maktabga G'ulom Yoqubov nomi berilgan. Bugun o'zbek o'g'lonining xotirasi Belarusda shunday yuksak hurmatga sazovor. Poytaxtimizdagi G'alaba bog'i memorial yodgorligi tasarrufidagi shon-sharaf muzeyida tashkil etilgan xotira darsi ham ikki xalq yoshlarini do'stlashtirishga xizmat qildi. Bu yil ko'p millatli O'zbekiston xalqi Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 80 yilligini keng nishonlaydi. Ma'lumki, urush yillarida O'zbekiston xalqining jasorati, matonatini yosh avlod uchun yuksak namuna sifatida ko'rsatish mumkin va xotira darsida aynan ushbu jihatlarga e'tibor qaratilyapti. Ikkinchi jahon urushi qahramoni G'ulom Yoqubov nomini abadiylashtirishga qaratilgan Sening jasorating mangu mavzusidagi xotira darsi o'zbekistonlik hamda belarusiyalik o'quvchilarning faolligida o'tdi. Toshkent shahridagi 210-maktab o'quvchilari tadbirga kelgan bo'lsa, Andijon viloyati Asaka tumanidagi 26-maktab, Belarus Respublikasining Minsk shahridagi 36-maktab hamda Mogilyov viloyati Bixov tumani Luchitsi qishlog'idagi maktab vakillari onlayn ishtirok etdi. To'g'ri, yosh avlod uchun 1941-1945 yillarning dahshatli voqealari tarix orqali ma'lum. Biroq ular jonini fido qilgan qahramonlar tufayli bugungi tinch kunlarda yashayotganliklarini yaxshi bilishadi. Xotira darsida esa ular buni sahna ko'rinishlari orqali namoyon qilishdi. Bolalar o'z tarixini bilish kerak. Xotira darsida ular 80 yil avval kechgan urush voqealiklari bilan yaqindan tanishyapti. O'sha paytda 1.500.000 o'zbek o'g'loni frontga ketgan bo'lsa, ularning 500.000 nafari urush maydonlarida halok bo'lgan. Yana 600.000 dan ortig'i og'ir yaralangan. Ular bizning qahramonlarimiz. Qahramonlarimiz esa vatanparvarlikni o'rgatadi. G'ulom Yoqubov ayni Navqiron yoshida Belarus diyorida dushmanlarga qarshi kurash vaqtida jonini qurbon qildi. Buni Belarus xalqi unutmaydi. 1915-yili Asaka tumanida tug'ilgan G'ulom Yoqubov urush boshlanganida birinchilardan bo'lib o'z ixtiyori bilan frontga ketgan. U Luchitsi qishlog'idagi muhim tepalik uchun fashistlar bilan bo'lgan shiddatli jangda halok bo'ldi. 1945-yil 24-mart kuni marhum kapitan G'ulom Yoqubovga Sovet ittifoqi qahramoni unvoni berildi. Hozirda qahramonimizning byusti Asaka va Andijon shaharlarida o'rnatilgan. Rota komandiri sifatida 101-tepalikni ushlab turishda juda katta jasorat ko'rsatgan. Unga nisbatan 10 baravar katta dushman kuchiga qarshi uzoq vaqt mobaynida turib bergan va oxiri qahramonlarcha halok bo'lgan. Va mana shu Mogilyov viloyatida hamyurtimiz dafn etilgan. Qiziqarli jihati, Mogilyov tumanidagi maxsus maktab mana shu hamyurtimizni qabr toshini doimiy ravishda g'amxo'rlik qilib, uni ozodaligini ta'minlash uchun mas'ul etib belgilangan. Va biz bu maktab bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Maktab va yurtimizdagi maktablar o'rtasida do'stlik ko'priklar o'rnatyapmiz. G'ulom Yoqubovning yorqin xotirasiga bag'ishlangan muloqot darsida belorusiyaliklar hamyurtimizning nomini abadiylashtirish borasida olib borilayotgan ishlar bilan tanishtirdi. Har ikki mamlakat vakillari do'stona aloqalarni yanada mustahkamlash bo'yicha rejalar haqida kelishib oldi. Shahnoza Haydarova, Sirojiddin Husanov, yoshlar.